Badayni, shavadayni, kuf, suv. Birdaniga qorningiz shunaqa kichkina bo'lib qolishni xohlaysizlarmi? Menda zo'r yo'li bor. Ketdik. Ko'plab ayollarimiz dieta qilyapman, mashq qilyapman, lekin qornim kirmayapti deb murojaat qilishadi. Asli bu holatga sabab diastaz bo'lishi mumkin, ya'ni qorin muskullarining ikkiga ajralishi. Agar diastaz bo'lsa, odatiy mashq qilib va qat'iy qilingan dieta sizga yordam bermaydi, aksincha muammoni chuqurlashtirishi mumkin. Men Umida Usmonova, manual terapevt va murabbiy, 3 yildan buyon o'zimning sentrimda qorin sohasiga yo'naltirilgan maxsus massaj va diastaz uchun mashqlar orqali ayollarimizga yordam berib kelmoqdaman. Endi bu tajribani siz bilan birga amalda o'tkazamiz. 10 kunlik diastaz yopish dasturi. Shaxsan o'zim bilan qorin mushaklarini tiklovchi mashqlar va qorin sohasiga yo'naltirilgan massaj orqali o'zimning sentrimda offlayn tarzda olib boramiz. Dastur narxi 2 million so'm. Joylar faqat 10 ta ayolga mo'ljallangan. Agar siz ham tug'ruqdan keyin qorningiz chiqib kirmayotgan bo'lsa, diastaz muammosi qiynayotgan bo'lsa, kommentariyaga diastaz so'zini yozib qoldiring. Sizga batafsil ma'lumot jo'nataman.